Wind turbines, ya'ni shamol turbinalari. Bu turbinalar qanday qilib va qay holatda o'z manziliga yetib borishi men o'zimga ham juda ham qiziq bo'lgan savol. Hozir shu haqida men sizlarga aytib beraman. Shamol turbinalarining uzunligi 165 fitdan 260 fit oralig'ida. Vazni esa 30 ming pounddan 55 ming poundgacha bo'ladi. Bilishingiz uchun bitta parrak uzunligi deyarli Boeing 747 samolyotining qanotidan ham uzunroq bo'ladi. Nega blade lifter, ya'ni parrak ko'targich kerak? Oddiy uzun treylerlar parrakni gorizontal, ya'ni yotqizilgan holatda tashiydi. Lekin yo'lda shunaqa joylar borki, u yerdan oddiy treylerlar bilan o'tib bo'lmaydi. Blade lifter bu maxsus gidravlik qurilma bo'lib, u parrakni treyler ustida turgan joyda tikka ko'tarish, parrakni 60 gradusgacha ko'tara oladi. Bu parrakning uzunligini qisqartiradi va parrak uylarning tepasidan yoki tor burilishlardan bemalol o'tib ketadi. Bundan tashqari, blade lifter parrakni 360 gradusga aylantira oladi. Blade lifter ko'tarilgan holatda yuk mashinasi soatiga 5-10 mayl tezlikda yuradi. Narxiga keladigan bo'lsak, bitta shunaqa maxsus treyler bir necha million dollar turadi. Yana bitta fakt, shamol turbinalarini tashishda bir nechta policy escort hamda oddiy pilotlar qatnashadi. Logistika va OpenDeck haqida qiziqarli, foydali ma'lumotlar uchun NPMitga obuna bo'ling.